Hammaga salom bo'ldi. Hozir demak indikatorimiz bizga selga tasdiq berdi va hozir mana shu joyni o'zida selga bitim ochamiz. Xo'p, stopimizni mana shu joylarda bo'lsa bo'g'rar ekan mana. Xo'p, yana bitta sal teparoq yurib bersa hozir yaxshi bo'lardi. Anchadan beri video qilganim yo'q edi o'zim. Yaxshi zona bo'lgani uchun savdoga kiryapmiz. Hop, yana bitta Hop, yana bitta ochdim. Stopni o'sha joyga qo'yamiz. Kuzatamiz bolalar, bo'lmasam. Hop, mana bu joyda bizani nimamiz bor, lekin bu bir marta ishlab bergan. Bu joyga kelsa ishlab berish ehtimoli kam. Hop, yana ko'radigan bo'lsak, bu joyda narx yiqilib qo'ygan. Bu joyda yaxshi qaytarib berish kerak aslida. Menda tasdiqlarim borligi uchun bu joyda zelkaga kirdim. Hozirda katta tayinfilmda hammasi sel bergan. Joyda bay ketish ehtimoli juda kam, o'sha uchun selga kirdim. Kuzatamiz hozirda. Tez yurib bersa yaxshi ko'raman mana shu narsani. Tekimizni eng kamida mana shu yerda bo'lishi kerak. 6-17 larda. Bu joygacha ushlamaymiz. Mana bu joygacha kelsa, bittasini yopaman, bittasini pastga bu tarafga kelgandan keyin yopaman. Hop, obyektlar ro'yxati. Hop, mikrofonni o'chirib qo'yaman. Kuzatamiz bolalar.